Assalamu alaikum. Bugün kana yallığı doğrusu sözleyle. Kana yallığı yutkunca boğaz ağrışı ile ağız bütöş, töz soğukununki akısı selpel ağrış, besilgandaki his qilish yoki yo'tal bilan ifodalanadigan kasallik ular. Bu yo'tal asos alomatlar hisoblanadi. Hamda bu kanay oldingi qitimda so'zlagan kanay o'pkaga havo boradigan yo'l, yana nafaslanish a'zosiniki yo'llardan birisi bo'lib, kana yallığı yuqorqi nafas yo'l yallığı bo'lib hisoblanadi. Buning asosli alomat shu yo'tal bo'lish, yo'tal ba'zi vaqtida tutqoqliq bo'lish, ba'zi vaqtida asta-asta taraqqiy qilib shirlash, çaplashqoq balg'am chiqish, kanay va kanay atrofi og'rish bilan ifodalangan kasallik. Endi bu kasallikning asosli alomatlari yo'tal bo'lib, bek uzunluğu söyleyip tutgan bir ötel bu kasalning asas alameti bo'lib hisoblanadi. Agar vaqtida davolasak saqiydigan kasal. Agar vaqtni o'tkazib o'tib yoki davolash xato bo'lib qolsa, bu taraqqiy qilib kanaycha o'pka yallığı bo'ladi. Kanay deganimiz og'izdan kirgan, burundan kelgan havoninki o'pkaga boradigan yo'li, o'pkaga yaqinlashgan vaqtida bu kanay ikki shoxchaga bo'linib, kanaycha deb ataladi. Kanaycha yallig'iga taraqqiy qiladi yoki o'pka yallig'iga taraqqiy qiladi. Shu vaqtda davolash bek muhim. Hamda bu kanay o'sha galdan boshlangan, yutqunchoqdan boshlangan o'pkagacha bo'lgan oraliqda 16 sm atrofidagi uzunlikda 15 dan 17 gacha, 16-17 gacha bunda yumaloq halqısaman kömürçekten tüzülgen a'zo bo'lib, uning ichida nihoyat nefis kelgan bir perde var. Muşu perdeli yallıqlanadi. Yallıqlangandan keyin yo'tal asosli alomat, undan keyin yo'taldan boshqa og'rish, gal og'rish, bo'g'oz og'rish, ko'krakninki oqisi og'rish qatorliq alomatlar ifodalanadi. Agar jiddiy xarakterlik yoki o'tkir xarakterlik bo'lsa, qizitma birga qo'shilib keladi. Vaqtida davolamaganda so'zilmaga o'tadi. So'zilmaga o'tish bilan birga kanaycha yallig'iga taraqqiy qiladi yoki o'pka yallig'iga taraqqiy qiladi. Endi bu kana demakki yana kana yallig'ining ikki turi bo'lib, kana yallig'i ikki turga bo'linib, birisi so'zilma xarakterli kana yallig'i, buning da asosan yo'tal bilan balg'am asos o'rinda turadi. Yana birisi ziqqa tipdagi kana yallig'i bo'lib, buning da hasrash, o'tilash, balg'am chiqarish qatorliq mush alomatlar o'tadi. Endi bu kasallik asos jihatdan mush so'qoq o'tab qilishdan bo'lgan, so'qoq o'tab qilish yoki so'qoq narsalarni iste'mol qilish, so'qoq havoda qilish, undan keyin nima istitak qilish, istitakning ta'siri yoki chang tuzog'ning ta'siri yoki sesiq puroq ta'siridan bu kasal ig'irlaydi yoki ashundan paydo bo'lgan bo'ladi. Endi buning oldini olib, vaqtida davolamaganda taraqqiy qilib, kanaycha yallig'i, kanaycha o'pka yallig'iga taraqqiy qiladi. Shunga uni oldini olish uchun birinchi qilib chiniqishga ahamiyat berish lozim. Badan chiniqtirish bilan birga sovuq havodan saqlanish. Sovuqqa chiqmaslik, sovuq shamoldan yiroq turish. Ikkinchisi harakat qilish orqali yoki emgak qilish orqali badanni qizitib, badanni qiziq saqlashga tirishchilik ko'rsatish. Buning oldini olish deb hisoblanadi. Yana birisi, mush badamsamon baz yallig'i, kanay burun yallig'i, kanay yallig'i, yutqunchoq yallig'i degan bu shu nafas yo'lininki, sirtqi nafas yo'lining yoki tashqi nafas yo'lininki kasalliklardan birisi bulaşdan saqlanish lozim. Agar bo'lmaganda bu shu kasal bo'lib qoladi. Shu uni oldini olishdan. Uchinchisi mushu chang tuzang, to'pa, buzuq havo, istutak, zaharli gaz qatorliqlardan yiroq turish lozim. Ham bu shu oldini olish hisoblanadi. Agar bo'lib bo'lgan bo'lsa, shu narsalar
qo'zg'atqich omil bo'lib hisoblanadi, qo'zg'atadi. Hamda davolashga kelsak, davolashda agar yallig'lanish eg'ir bo'lib, o'tkir xarakterlik yallig'i bo'lsa, qizitma yuqori ko'tarilgan bo'ladi. O chaqda qizitmani tushirish uchun birinchi qilib qizitma tushirguchi, yallig'i qaytarguchi dorilarni berish lozim. Uning uchun hamda qaynoq suvni ko'proq ichib, ta'linish bu ahvollar uning foydali. Bu tibobatda shu suyuq bilan qo'rmagan tamoqlarni berish. Masalan, so'ng piyoz, samsaq, so'ng piyoz bilan samsaq, ham zanjabil silib, şir guruch osh yoki ugur osh yoki say qiyma sho'rpasi qilib, shunga nipiz nonchilab bir necha kun uzuqlansa, shuni bir qancha o'zgartib turib, o'zligidan yaxshilanib qoldi. Agar yaxshilanmay qilib, ayda qizitma, og'riq, yo'tal, chaplashqoq balg'am, endan keyin yo'tal to'xtamay ko'krak og'rish, birga qo'shilib kelsa, vaqtida balg'am bo'shatguchi, yalliq qaytarguchi dori ishlatishga to'g'ri keladi. Qizitma qaytarguchi dorilar. Uning uchun biz hamda bu yerda binafsha, nilüfer, chilan, anjir, bixsus, cho'mchi urg'a qatorliq shu yalliq qaytarguchi, nafas yo'lini ravonlashtirguchi, yo'tal to'xtatguchi, balg'am bo'shatguchi dorilardan qashqab tayyorlab shuni ichishga beramiz. Tayyorlarlarimizdan qizitma bo'lsa, loqi saypiston, loqi badam, loqi katan qatorliq dorilarni berib davolaymiz. Agar qizitma bo'lmasa, zupa shavati, zupa javhiri qatorliq issiq tabiatdagi dorilar bilan yasalgan sharbatlarimiz orqali davolash yaparmiz. Agar o yallig'lanishdan boshqa spazma bo'lib, nafas siqilish, hosirash, birga qo'shilib kelsa, spazma bo'shatquchi dorilarimizdan xamiri marvayat, undan boshqa xamiri gozban, xamiri avrish, xamiri qashqash qatorliq dorilarni beramiz. Mushu orqali davolash yaparsak bo'ladi.